Hayit dasturxoni uchun yana bitta go'zallik. Tog'oraga unni elab, margarin bilan birga kroshka qilib olamiz. Ustidan razrixli sil solib, aralashtirib olamiz. Endi suvga uksus bilan tuxum solib aralashtirib, unli massamizga qo'shib, xamir qorib olamiz. To'liq retseptni har doimgidek video tagida yozib qoldiraman. Xamirni tindirmasdan 18 ta shunaqa zuvalaga bo'lib chiqamiz. Xamirlarimizni ustini yopib, biroz tindirib olamiz. Va videoda ko'rsatilgandek qilib o'qlov yordamida yoyib olamiz. Va maxsus shunaqa kesgich yordamida kesib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib taxlab, chiroyli shakl berib olamiz. Xamirni tagini yaxshi yopishtirib olamiz, bo'lmasam yoqqa solganda ochilib ketadi. Bu orada yog'ni qizdirib, havoridan tushirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Chakchaklarimiz bir tekisda chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Oldi orqasini qizartirib, yog'dan ko'tarib olamiz va sirop tayyorlaymiz. Idishga shakar, suv va ozroq limon kislotasini solib qaynatib olamiz. Sirop tayyor bo'lganini qo'limizda shunaqa tekshirib ko'ramiz. Agar qo'lingizga yopishib shunaqa cho'zilsa, demak sirop tayyor. Ustidan asal solib bitta qaynatib olamiz. Mana endi tayyor chakchaklarimiz ustidan har tomonini siroplab chiqamiz. Mana shunaqa dasturxon ko'rki bo'la oladigan chiroyli chakchaklarni siz ham oila a'zolaringiz uchun tayyorlab ko'ring.